Ha, chiqing. Qo'lingizdan ushlab turaymi? Ko'taradi aka, ko'taradi. Ha. Endi ha. Boshqatdan. Ha. Shu og'ana emas aka, og'ana emas xudo xolasa. Qani. Endi shuni yechamiz. Juda ko'pchilik voy negativ bildirdi-yu. Qani men yechaylik aka. Xo'p, yechavering ag'ini ham. Uzoqroqdan oling. Yeching aka. Hoppa, mana orqasi, ulangan joyi mana. Choki. Sindiralasizmi? Toshni uzib oldi mana. Uzoqroqdan ko'rsataylik endi. Mana. Toshni uzib oldi grantkilar. Ko'rishingiz mumkin. Tosh ham lekin sinib ketdi-da. Mana qarang aka mana. Toshni o'zini birikmasini uzib oldi, ko'ryapsizmi? Tabiiy toshi, lekin sifati ham shu darajada, alhamdulillah. Mana bu sariq dog' MDF-niki. Grantkilarga aloqasi yo'q. Mana bu narsa nimaga turgandi? Mana bu nimaga biz baqa chiqarib ushatib turgandik. Buni o'zi mana bunday tura olmasdi. Bag'dan o'zi bir kishi ushlab turish kerak. Shuning uchun ham buni bilan qisganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ha, bu rejalashtirilmagan post edi. Xudo xohlasa o'sha internetdagi o'xshab, mana bu yerga bitta kapusta, bu yerga boshqa bitta grant qilib, Binfix grantkilarga qo'yib, xudo xohlasa buni baqa chiqarib, chiqib ko'ramiz degan. Kutinglar xudo xohlasa.